Assalomu alaykum aziz shifo izlovchilari va qalb oromi ixlosmandlari. Laylatul Qadr yaqinlashmoqda. Bu kecha shunchaki taqvimdagi sana emas, balki hikmatlarga to'la Allohning rahmati, fayzi va omonlikka to'la bir kecha va shifo yer yuziga eng ko'p inadigan lahzalardir yoki kechadir. Ibn Arabiy Hazratlari Futuhat-ı Makkiyada aytganlaridek, bu kecha kulli ruhning nafaqat yer yuziga, balki inson qalbiga nuzul qilishidir, ya'ni kishi uchun sog'liq, ilohiy quvvat, fayzdir deyiladi. Lekin bilib oling, ba'zi xatolar kishini bu buyuk rahmatdan, fayz va shifodan mahrum qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, sirlarni o'tkazib yubormang. Mizoj ilmi bo'limida Ibn Sino bobomiz aytganlar: kasallikning onasi ko'p yeyishdir. Agar iftorga juda og'ir, yog'li va turli tuman hashamatli ovqatlarni yesangiz, tanangiz bor quvvatini ovqat hazm qilishga sarflaydi, ruhingizda quvvat qolmaydi. Qorin haddan ziyod to'q bo'lsa, qalb eshiklari qulflanadi deydi. Ibodatga va duoga xushu, ya'ni ixlos qolmaydi. Shuningdek, televizor qarshisida vaqt o'tkazish qalb ko'zgusini changlatadi deyiladi. Bu kecha ekranga va yoki dunyo havaslariga emas, qalbingizga e'tibor bering va ogoh bo'ling. U muborak kechada Allohning rahmatidan, shifo, omonlik, fayzdan mahrum qolishga sabab bo'ladigan, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ba'zi nuqtalar bor. Bu bizga hadislardan ma'lum. Bu kecha hamma afv etiladi, lekin 4 kishi borki, ular afv qilinmaydi deyilgan hadis sharifda. Bular birinchi, ota-onaga itoatsiz bo'lganlar. Ibn Sino, Ibn Arabiy Hazratlari kabi olimlarimizning mizoj ilmida o'rtoq qarorlariga ko'ra, ota-ona bizning ildizlarimizdir. Biz esa u ildizdan oziqlangan shoxlarmiz, daraxtmiz. Ildizi bilan aloqasi uzilgan insonning hayotiy quvvati so'nadi, shifo topolmaydi deydi. O'z ildiziga, ya'ni ota-onasiga osiy bo'lgan kishining hayot daraxtida meva bo'lmaydi deydi. Ya'ni bu yerda meva huzur va sog'liqdir, fayzdir, omonlikdir. Muborak Qadr kechasida u yuqorida aytganimiz Allohning rahmati, fayz, omonligi avval ildizlarga, ya'ni ota-onaga, so'ngra shoxlarga, ya'ni bolalarga inadi deyiladi. Ota-onasi bilan orasi ochiq bo'lganlarni ma'naviy tomirlari tiqilgan bo'ladi deyiladi. Va Ibn Sinoga ko'ra, ota-onaga itoatsizlik qalbda g'azab va kinga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida mizojni yoki sovutadi yoki safro xiltini orttiradi. Natijada mizoj buzilishiga sabab bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ota-onasiga itoatsiz bo'lganlar ham sog'lik, ham ma'nan zarardadirlar. Tibbiyot olamining sultoni Ibn Sino aytganlarki, ota-onaga muhabbatli bo'lish insoniy ruhiy haroratni muvozanatlaydi va uzun umr ko'rishiga sabab bo'ladi deydi. Muborak Qadr kechasida afv qilinmaydiganlardan ikkinchisi, qarindoshlik rishtalarini uzganlar. Qarindoshlar bilan aloqani uzish ham sog'lik uchun, ham ma'nan zararlidir. Uchinchisi esa kin va adovat saqlovchilar.
Ibn Sino va boshqa o'tmishdagi tibbiyot olimlarining mizoj haqida o'rtoq fikrlariga ko'ra, qalbingizda birovga nisbatan nafrat bo'lsa, bu jigarni haddan ortiq isinishiga sabab bo'lishi mumkin va jigarni yuki og'irlashadi. Natijada qonni yaxshi tozalay olmaydi va toksinlar birikishiga sabab bo'ladi deyilgan. Bunday holatda inson immuniteti pasaya boshlaydi, uyquchan bo'lib qoladi. Shayxul Akbar Ibnul Arabiy hazratlari aytadiki, boshqasiga nisbatan qalbida hasad, kin, nafrati bo'lgan kishining qalb oynasi kirlanadi, zanglaydi deydi. Va Qadr kechasi inadigan ilohiy rahmat, fayz hasadla, kin, adovat, nafratla kirlangan qalblarga nufuz etolmaydi, kirli bo'lgani uchun deydi. Lekin hali vaqtingiz bor. Bu muborak kundan nasiblana olish sirlari haqida quyida aytib o'tamiz. Kelamiz keyingisiga, to'rtinchisiga. To'rtinchisi sharob ichuvchilar, ya'ni o'z aqli va ruhini zaharlaganlar bu kechaning sirridan, ilohiy afidan mahrumdirlar deyilgan. Endi do'stlar, o'zingizga og'ir va samimiy savol berib ko'ring. Siz qaysi toifadasiz? Bu 4 toifani qaysi biridasiz? Buni menga aytishingiz shart emas, lekin o'zingizni vujudingizga uni tan oldiring. Nima uchun? Chunki tibbiyot otasi Ibn Sino isbotlaganlarki, insonning so'zi va niyati uning hujralariga buyruq beradi. Siz men falonchini kechirdim yoki shu xatoni tark etishga niyat qildim deganingizda, miya buni bir amr, ya'ni buyruq sifatida qabul qiladi. Va vujud unga ko'ra ishlaydi, ya'ni miya bir kompyuter. Og'zingizdan chiqqan kalimalar esa shu kompyuterga yozilgan dastur kabidir. Ya'ni xulosa shuki, tilingizdan chiqqan har bir so'z taqdiringizga ekilgan urug'dir. Yaxshi so'z aytingki, yaxshilik unib chiqsin. Siz og'zingizdan qanday kalom chiqarsangiz, zehn kodi shuni qabul qiladi. Masalan, bir narsani ushlab turibsiz, hozir tushirib yuboraman deb takrorlasangiz, zehn o'sha tushirish holatiga tayyorlanadi va qo'l mushaklari bo'shashib, rostdan ham tushirib yuborasiz. To'g'rimi? Bu oddiy ehtiyotsizlik emas, balki hadis qudsiyga ko'ra Alloh taolo men bandalarimning gumonidaman deydi. Nima gumonda bo'lsangiz, o'sha sodir bo'lish ehtimoli ko'proq. Ya'ni men yiqilaman desangiz yiqilasiz, ishlarim yaxshi bo'ladi, Alloh menga madad beradi desangiz, Allohning rahmati uzaringizda bo'ladi, ishlaringiz yaxshi tarafga o'zgara boshlaydi. Demak, do'stlar, og'zingizdan chiqqan har bir so'z miyangiz uchun bir buyruqdir, lekin yozish undan-da kuchliroqdir. Buyuklarimiz aytgandek, so'z ruhning kuchi, yozuv esa vujudning muhridir. Siz aytganingizda miya shifo kodini qabul qiladi, lekin yozganingizda siz bu kodni tasdiqlaysiz. Ya'ni yozuvni ko'rasiz, o'qiysiz, eshitasiz va miyaga joylaysiz. Shuning uchun bu muqaddas kechada qalbingizdagi tugunni yechishga va shifoga, fayz ola bilishga qalbni hozirlash kerak va niyatlanish kerak. Va birilarini kechira olmayotgan bo'lsangiz, hali ko'ramiz deb yurgan bo'lsangiz, kechirdim deng. Alloh taolo afv etuvchi qullarini, kechiruvchi qullarni yaxshi ko'radi albatta. Kechirsangiz qalbingizdan, ya'ni yurakdan ayting va uni
yozing. Xohlang bu ko'rsatuvni izohlar qismida, xohlang o'zingizga bir daftarchaga yozing uyingizda. Izohlar qismida yozsangiz shifo, fayz niyatida yolg'iz emasligingizni ko'rasiz. Shart emas uzun yozishingiz, bitta gul qo'ysangiz ham bu gul sizni kechirdim degan so'zingizni muhri bo'lishi mumkin. Ya'ni miyaga ijobiy buyruq yuborilgan bo'ladi va o'zingizni yengil his qila boshlaysiz. Ustingizdan tog' ag'darilganday bo'ladi go'yoki. Chunki vujud qalbda g'azab, kin, hasad borligidagi urush, qavg'o holatidan chiqib, boshqa bir ezgulik holatiga o'tgan bo'ladi. Ya'ni ijobiy tarafga ishlay boshlaydi. Zero shifo bu sizning niyatingiz va g'ayratingizga bog'liq. Bu kecha hammamizni ham ichki bir shodlikka ehtiyojimiz bor. Ammo unga tayyorgarlik nimada? Mizoj bo'limida bu haqida ham bahs etilgan. Ibn Sinoga ko'ra, xushbo'y hid hayotiy ruhning ozuqasidir. Qarang, xushbo'y hid hayotiy ruhning ozuqasidir. U qalblarni quvvatlantiradi, zehnni o'tkirlashtiradi. Demak, hidni ham shunaqa ahamiyati katta ekan. Qalblarni quvvatlantiradi, zehnni o'tkirlashtiradi va nafsning tub-tubiga kirib borib, ichki bir shodlik baxsh etadi deydi. Al-Qonun fi Tibb kitobida keltiriladi Ibn Sinodan. Shuning uchun xushbo'y hidni ham foydasi juda ham katta. Mana endi eng muhim pallaga keldik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha validamizga o'rgatgan duo bu kecha uchun eng qiymatli duolardan biri hisoblanadi. Xohlasangiz yozib oling. Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anni. Ma'nosi: Allohim, albatta sen kechiruvchisan, kechirishni sevasan, meni kechirgin. Azizlar, Qadr kechasi sirrida nasiblanishni va Alloh taoloning afiga, rahmatiga, fayz va shifosiga erishishimizni Alloh taolo barchamizga, barcha mu'minlarga nasib qilsin. Qadringiz baland bo'lsin. Nima niyatingiz bo'lsa, Alloh taolo eng chiroyli shaklda bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling.